Yangi kadr. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda siz misol uchun sizga keling sanatoriyaga davolanmasdan balki davo topib ketasiz desa ko'pchilik ishonmaydi. Lekin bizning sanatoriyamiz shunaqa tartibda ishlaydiki, kelgan har bir bemorni birinchi navbatda anamnezini, ya'ni kasallik tarixini o'rganib, ularni kerakli tekshiruvlardan o'tkazib va har bir bemorga individual biz davo qo'llaymiz. Ya'ni sanatorniy kurortning o'sha fizioterapiya, serovodorodli vanalar, parafin grezlardan tashqari bizning sanatoriyamizda dori-darmonlar bilan, ya'ni mana kapelnitsalar bilan bemorni har bitta o'zini kasalligi bo'yicha davolash imkoni bor. Agar vaqtdan yutqizmasdan haqiqiy natija olaman deb xohlayib turgan bo'lsangiz, ota-onangiz, yaqin insonlaringiz, hattoki o'zingiz ham kelib hech bo'lmaganda dam olib davolanish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bizning sanatoriyamiz haqida, bemorlardagi otizlar hammasi bizni Instagram akkauntimizda, YouTube akkauntlarimizda mavjud. Tanishib, ko'rib kelishingizni tavsiya qilamiz.